Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga haftalik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mamlakatimizga salqin ob-havo qachon kelishi ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistonda joriy ish haftasining birinchi yarmida harorat iqlimiy me'yorga yaqin bo'ladi. Biroz issiq ob-havo saqlanib turadi. Haftaning ikkinchi yarmida esa harorat 2-3 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, 24-avgustdan 28-avgust kunlarigacha kunduzi harorat 32-35 daraja atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmiga kelib esa 35-38 darajagacha. Janubda va cho'l hududlarimizda 39-40 darajagacha ko'tarilishi ma'lum qilindi. 24-avgustdan 28-avgust kunlarigacha respublika hududida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgarib turadi. Toshkent va Farg'ona viloyatining ayrim tog'oldi va tog'li hududlarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ma'lum qilindi.